Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и главное, не забудьте подписаться на канал. Ваша подписка мотивирует нас создавать еще больше интересного контента. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Vision Spring kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan shunday yangilikni bo'lishmoqchimizki, uni eshitib yuragingiz tezroq ura boshlaydi. Avtomobil olamida kamdan kam bo'ladigan, ammo juda kutilgan bir syurpriz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki agar siz videoni o'tkazib yuborsangiz, juda muhim va qimmatli ma'lumotlardan bexabar qolishingiz mumkin. Tasavvur qiling, siz har kuni ko'chada ko'rib o'rganib qolgan, ishonchli va qulay avtomobil yana qaytmoqda. Lekin bu safar u mutlaqo boshqacha. Chevrolet Cobalt 2026. Ha, aynan shu nom bugun butun diqqat markazida. Ko'pchilik bu model tarix sahifasida qoladi deb o'ylagan edi, ammo Chevrolet kompaniyasi kutilmagan qaror qabul qildi. Va bu qaror minglab haydovchilar uchun haqiqiy yaxshi xabar bo'ldi. Chevrolet Cobalt 2026 tashqi ko'rinishidan boshlasak, u endi oddiy sedan emas. Old qismi ancha agressiv, zamonaviy LED faralar, kengaytirilgan radiator panjarasi va silliq kapot chiziqlari bilan bezatilgan. Oqartirilgan oq rang esa unga yanada qimmat va toza ko'rinish beradi. Bu mashinaga qaraganingizda, bu Cobalt emas-ku deb o'ylashingiz mumkin. Aynan shu yerda Chevrolet sizni hayratda qoldiradi. Ichki saloniga o'tsak, bu yerda ham katta o'zgarishlar bor. Haydovchi o'rindigiga o'tirgan zahoti zamonaviy raqamli panel, katta sensorli multimedia ekran va qulay rul sizni kutib oladi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa kundalik hayotni ancha osonlashtiradi. Materiallar sifati oshirilgan, shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan. Bu mashina endi nafaqat ishga borish uchun, balki oilaviy sayohatlar uchun ham juda qulay. Eng qiziqarli joyiga keldik. Texnik imkoniyatlar. Chevrolet Cobalt 2026 yangi avlod dvigateli bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Yoqilgi sarfi yanada tejamkor, lekin quvvat oldingisidan kuchliroq. Shahar ichida yumshoq harakat, trassada esa ishonchli tezlanish. Xavfsizlik tizimlari ham unutilmagan. ABS, ESP, ko'p sonli xavfsizlik yostiqchalari va haydovchiga yordam beruvchi zamonaviy funksiyalar qo'shilgan. Lekin hozircha eng katta savol ochiq qolmoqda. Naxi. Chevrolet aynan shu joyda ham syurpriz tayyorlagan. Kompaniya ushbu modelni hamyonbop narxda saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Ya'ni, siz zamonaviy dizayn, yangi texnologiyalar va ishonchli brendni juda maqbul narxda qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli bu mashina bozorga chiqishi bilan katta shov-shuv bo'lishi aniq. Aziz do'stlar, bu hali hammasi emas. Chevrolet Cobalt 2026 haqida yaqin kunlarda yana ko'plab rasmiy ma'lumotlar, testlar va real haydovchilar fikrlari chiqadi. Va biz Vision Spring kanalida bularning barchasini sizga birinchilardan bo'lib yetkazamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki agar siz videoni o'tkazib yuborsangiz, juda muhim va qimmatli ma'lumotlardan bexabar qolishingiz mumkin. Bu mashina ko'pchilikning orzusini yana qayta tiriltiradi. Ishonch, qulaylik va zamonaviylik bir joyda jam bo'lgan. Agar siz ham yangi Cobalt haqida ko'proq bilishni istasangiz, biz bilan qoling. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki eng qiziqarli jihatlar hali oldinda. Agar siz videoni o'tkazib yuborsangiz, juda muhim va qimmatli ma'lumotlardan bexabar qolishingiz mumkin. Vision Spring bilan birga bo'ling. Eng tezkor va ishonchli avtomobil yangiliklari aynan shu yerda.